Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik uyinga xo'jalikka ishlatish uchun har bir agroservis do'konlariga yangi partiyada Texam motoburgi hamda markasi 500 kilogacha yuk ko'taradigan arabalari kombinatsiya ishlarini ko'rsatib qo'yadi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi va sifatli qilib ishlangan bo'ladi, ishlari ham keng. O'tirish, oyoq qo'yish joyi taxtdan hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'rin motoblogimizni ma'lumotini berishdan boshlaymiz. Motoblogimiz original Germaniya texnologiya asosida chiqarilgan Texam motoblogi hisoblanadi. Yoqilg'i turlari benzin boklariga hamda korobkalarga o'yib yozilgan hisoblanadi. Urug'ish joylari zavodning orqali yarimta tortganizga zavodning olib bera oladi. O'chirib yoqish esa bitta kirobka orqali bajariladi kerak. Korobkalari Optokon 450 talik korobkalar qildirib kelganmiz. O'zini 450 talik korobka qilganmiz. Motorlarga qarab qo'ysalar, motorlari 170F motor modachilar ham mavjud bo'ladi kerak. Modachi siz yog'i suyuq qo'yib ketadigan bo'lsa, o'zi avtomatik o'chib qoladi. Endi kerak ko'p gapirmasa bitta ishlatib ko'ramiz. Ko'pchilik aytayapti-ku, motoblogni olganman, yurg'izsam ketib qolyapti degan gap uchun. Xo'p, buni yurg'izganingizda skorda vaqtini tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Agar u skorda bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda qimlaymiz. Skordan chiqarib, xalosli holatda yurg'izib ko'ramiz old-orqaga. Agar u xalosli holatda bo'ladigan bo'lsa, bemalol yurg'izishingiz mumkin bo'ladi. Bu tomondan yo'q olasizlar. Xo'p. Motoblogni har kim ham o'zi yurg'izib ishlatib ko'rsatib bera olmaydi. Biz hamma narsasiga garantiyalar bor deyapmiz. Ishlatib ko'rsatib xohlasangiz yerlarga solib bera olamiz. Xo'p, bu ishlar ko'rdilaring, bu ishlarga gap qo'shib emas, tormalarni ham ko'p joyida ushlay tormizni. Xo'p, tormiz o'zi nimaga kerak desalaring, ketyapsiz, mana shu spleningizni ushlasangiz, spleni ishlamay qolsa, necha ko'rsatuvchilar birga bitta qattiq yesangiz, joyida tormizlar ishlab bera oladi. Xo'p, aytib o'tgandek, korobkalar Optokon 450 talik korobka bo'ladi, motorlar 170F, balonlari esa 410 shirokiy balondan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, arabamizni tanishtiramiz. Arabamizda dishlasi aylanma universal dishlar hisoblanadi. Aylanmaning sababi hozir ko'rganingiz video davomida yurilayotgan joylaringizni ham jichaq qilmaslik uchun mana shu holatda buraverasiz bemalol. Xo'p, o'tirish oyoq qo'yish joyi taxtadan aytib o'tganimdek, arabamiz ishlari ko'rib qo'yasizlar. Keyingina ishlangan 500 kilogacha bemalol yuk ko'tara olasiz. Burchlar esa profilga qilib o'xshatganmiz. Balonlar esa skuter balondan qo'yilgan. Xo'p. Tagingizlar kerak, taglari ham yaxshi, sifatli qilib ishlangan hisoblanadi. Hamma o'rnik kontrolli hisoblanadi. Xo'p, dishlasi aylanma dishlar bilan ko'rsatib qo'yganimiz. Arabamiz onayoqda, lekin hech nima bo'lmaydi.
ishlasanglarmi tishlab bo'lgani uchun. Xo'p, biz do'konga kelib, o'zga bitta motorolog va orqasida alohida xarid qilib olishingiz mumkin. Xohlasangiz, yuruvimizni hammasini joy-joyida qilib beramiz. Mana shunday kattakon yo'llarda yoki to'g'rimizdan hamma yerlarga sog'am beraveramiz. Hatto qanaqa motorolog olishingizdan qat'iy nazar, yuruvimizni ishlab, hattoki yer topib bo'lsa, kerak bo'lsa yerlarga so'rashib olishingiz mumkin bo'ladi. Do'konda bitta bu 7-60 ming yo orqasiga 500 ming ko'targan araba boshqa so'zlarga Xo'p, siz mana shu videoga hoziroq bitta like bosgan uchun magnetik presga tegishli bo'lgan pinta pilalarni mutlaq tekinga berib yuboryapman kerak. Xo'p, biz mashina bog'larida qo'yilganda olishingiz mumkin bo'ladi. Biz do'konga kelib, o'z yoqmasa avtomobil xarid qilib olasiz va undan so'ng do'kon ichida barabanda aylantirasiz. Barabanda nimaga ish ko'rsa mutlaq tekinga bo'lsa berib yuboriladi. Ishlarimiz yo'q, tepasida qonun to'liq nima so'kishdan beraman. Shu poydre barga 100 qo'ldan sog'amiz bu. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.